Leksiyamızın devamı, hürmetlik vatandaş. Endiki leksiya mundaq leksiya. Bugün çislağa 2003 yıl 4. ayının 3. günü. Haftaga düşenbe vatandaşım. Menip kilovatkan 500 min yuan pol, kandak pol, kandak sünek. Çet eldeki kuşla dikkat kılınla. Mavzulu haber 4. ayının 3. günü Cungo spir devri. Tor bitidi andın, ven bir tor bitidi ilan kılındı. Haber mındak başlandı. İngilizce ikinci wanted deydi o. Dead or alive. Ölgen bolsa mı bizge gerek, ölüge. Tirik olsa mı bizge gerek, tirigi. Bu siyaset yaki bu sünek. 17. yılı 2017. yılı 4. ayının 17. günü Beijing tarqatqan furala paşqılğan casuslar jip uçuğa beriladigan mukafat kanunu da belgelengen. Bu belgelemede paşqılğıçılığa beriladigan mukafat 3 derecege ayrılgan. Mukafat sommasi 10 min yuandan 500 min yuan geçe dep bekitilgen. Furala casuslarını paşqıladigan bolsa en köp bulganda 500 min yuan mukafatga erişidi. Aldın algıçılar, casusluk faaliyetlerini çektigüçiler, yoki delolarni razvet qilishga alayda rol o'ynaganlar, töhpisi alayda gavdilik bo'lganlarga 100 min yuandan 500 min yuangacha mukofot beriladi. Alaşlarından. Aldını eliş, casusluk faaliyetlerini çekleş ve delolarını paş kılış cihette zor rol oynaganlarga 50 min yuandan 100 min yuangacha mukofot beriladi. Aldını eliş ve casusluk hareketlerini paş kılış cihette bir kadar çoğun rol oynaganlarga 10 min yuandan 50 min yuangacha mukofot beriladi. Keyin tordaşla menep kelivatkan 500 min yuan paş kılışqa tegishlik obyektlarga qaratildi. Tordaşlar şuna qaratdı, tahlil qilib. Masalan, chet elde faaliyet qilayotgan siyosiy kuchlar, bilib qolg'uchilar, o'g'rilar, ayollar huquqi qatorliq jinoyat turlariga qaratdi. Köp ballarda bu cinayetni yoki casuslar degan cinayetni siyosiy g'ayri fikr qilg'uvchilarga qaratdi. Ommaviy fikr qilish so'rinlari jiddiylashayotgan bir ahvolda ostida bugunlarda casus degan bu ism kishilarga tahdid silishdan derak beradi. 2017 yil 4. ayning 17. kunidan boshlab WeChat to'pi qonun bilan boshqarish ichki xabarlarida e'lon qilingan gumonliq casuslarning harakat aloyidliklari mavzusida mundaq ko'rsatildi. Xizmat xarakteri mujmal bo'lgan, bir necha huquq unvoniga ega bo'lgan, nima prezident, nima boshbakan, ya'ni nima qo'rchoq hukumat, qo'rchoq tashkilot, nima tugman sodisi, postakchilik qilish ve postakçı ve tügmençilik kılış. Qo'shimcha şu işler asası casuslik kılış. Manevi huquq unvoniga ega bo'lgan. Bu pul bisati to'liq yetarlik bo'lgan. Ommaviy so'rinlarda munozara mavzusi o'tirib qo'ya oladigan. Nima al-Ro'yi sinash, nima pal-Ro'yini sinash. Vah vah vah. Al-Ro'yini sinash deganda bu mustamlikchilar qiladigan ish emas, savossiz. Qarqilsaq. Al-Ro'yini sinash deganda bu mustamlikchi hokimiyat, gubernator hukumat qiladigan ish bu. Tushundingmi? Ommaviy so'rinlarda munozara mavzusi o'tirib qo'ya oladigan va munozara qo'zg'ay oladigan, atrofdagi kishilarni yoshirin kuzatalaydigan, masalan, o'zini qo'g'dash uchun kameraga oldi.
bir tarixxana tozalab cho'ng'og'i odamning o'zini qo'g'dashi nima zaruriyati bor o? Qaltis gap kerak, gap qilay desa inson degan gapni qilaveradigan evet. Qo'yalaydigan ve münazara qo'zg'ayalaydigan atrofdagi kishilarni yoshirin kuzatalaydigan hamda chet elda turishliq muxbirlardan tarqatquchilar, hukumatsiz tashkilot a'zolari, hukumatsiz tashkilot a'zolari, qo'rchoq hukumatning bor buning ichida, qo'rchoq hukumatning sirtidagi hukumatsiz tashkilot a'zolari hammasi jasuslikdan gumon qilish qatoriga kirgizildi. Ma keyingisi jasuslikdan tabiri bu Jungo Kompartiyasining tabiriga 2017-yil o'ttirib chiqarilgan. Yuqorqi mukofot sommasi ko'rdingiz 3 daraja 500 ming, 100 ming, 10 ming, 100 ming, 50 ming. Mucha darajada mukofot berilgan pash qiluvchilarga. Hatta pash qilish darajasini nega beribdi desa, bir ko'p ayol bo'lg'usi 2 nafar xazuning bir ayol kishi shundoq muhabbatlashib yurib davlat marshini o'qiyanmaganligidan o'zining ob'ekti elik ayol qizchaq shuni berib chiqibdi o. Chaqqandan keyin bu jinoyat bo'lmaydi, sana pul bermaymiz, lekin diqqat qil deb qaytaribdi o. Mana shu darajaga yetdi degan gap vatandosh. Nima ko'ryapsizlar? O'zinglar ko'rib turibsizlar ishlarni, shunaqa ya. Tashkilot a'zolari hammasi jasuslikdan gumon qilish qatoriga kirgizildi. Jumhur Xalq Cumhuriyati Jasuslarga qarshi turish qonuni e'lon qilingani hozir 8 yildan oshdi. Mushu yo'ldagi kishilarni hukumat hozirgacha qo'llab keldi. Ya'ni pash qiluvchilarni, mayli chet elda pash qiluvchilar, mayli Jumhur Xalq Cumhuriyatida pash qiluvchilar, mayli mustamlik Uyg'uristonda pash qiluvchilarni Jungo hukumati hozirgacha qo'llab keldi deydi.